Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub, Xorijdan, Amerikadan. Tarix omonatdir kanali Turo xalqaro tashkiloti va xorijdagi o'zbeklar, xorijdagi turkistonliklar va barcha muhojiratdagi har xil sababiyat bilan xorijlarga chiqqan do'stlar nomidan qilyapman bu chiqishni. Bismillahir-rohmanir-rohim. Bugun mohi Ramazonni oxirgi taravihi o'qiladi. Ha azizlar, oxirgi taravih o'qiladi. Endi ertaga oxirgi ro'za kuni tutiladi. 30 kun to'liq bo'lyapti, hali Shavvol oyi ko'rinmadi. Saudiya Arabiston, Arab o'lkalari, Yaman, Qatar tomonlaridan kelgan xabarlarda hech ko'rinmadi. Shuning uchun ulamolar va boshqalar kelishib turib, shu 30 kun to'liq tutiladi, ko'rinib qolar. Juma kuni 20-ga degan taxminlar bo'lib turibdi. Xudo xohlab nasib qilsa. Endi o'zimizga keladigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar. Biz endi bahor keldi deb suyunib, mana Ramazon bayramini kutib olishimizga issiq bo'lib turadi dedik, yana paltolarni kiydik, sharflarni taqdik, qalpoqlarni kiydik. Mana qor yog'di, ko'p yerda erib ketdi. Bizning mintaqa shunaqa. Sovuq qor bilan kutib olamiz, xudo bilar, qanaqa yog'ingarchilik bo'ladi o'shuni. Kelinglar, tarixga bir nazar tashlab turib, Ramazonning oxirgi kunida bir tarixiy sizlarga bir manba hadyamiz bo'lsin. 1244-yil. Ha, uzoq bir tarixga safar qilamiz. 1244-yil Mo'g'ul bosqinchiligi va dunyoda larzaga solib turgan bir vaqtda bizni Turkiston, Turon, Bovara nahri deyiladi. O'sha o'lkalarimiz o'sha zamonda qancha xalqimizni er yigitlari vatanidan, sultonlaridan, masjidlaridan, saplaridan, yaqinlaridan ayrilib dunyoda juda katta mintaqalariga tarqab ketish boshlangan vaqt edi. Shu vaqtda yaqin sharq ostonalarida Xorazmiylar degan Jaloliddin Manguberdini Movarannahr o'g'lonlari paydo bo'ldi. Masjidil Qudus, Masjidil Aqso Qudus tahlika ichida. Bilasizlar, Hazrati Umar raziyallohu anhudan keyin Salohiddin Ayyubiydek saodatli inson u yerda fath etdi. Ozon seslari yangradi va ummati Muhammadiyaga juda katta bir hadya bo'ldi. Lekin bu narsa uzoq cho'zilmadi-da, 15 yildan keyin yana tahlika ichida qoldi ummat. Va bo'layotgan nizolar, holatlar zaiflashtirib yubordi musulmonlarni. Natijada salblarga hadya sifatida salbchilarga, nasroniylarga berib qo'yildi. Shunday qilib yana ozon seslari to'xtatilib, u yerlarda qo'ng'iroq ovozlari Masjidil Aqsoda yangray boshladi. Ha azizlar, bu og'ir vaziyatdan chiqarish uchun musulmonlar parishon holatda nima qilishni bilmay turgan bir vaqtda Alloh subhanahu taolodan yana bir nusrat keldi. Kutilmagan vaqtda hali o'zini jangovar, jangi jahdidagi ota bu ajdodlarni, shijoatlarni yo'qotmagan, iymon huzurini ichida nafas olayotgan bir avlod bor edi. Ular ha bizni o'lkadan, o'sha Movarannahr deydimi, O'rta Osiyo deydimi, Turon, Turkiston deydi, o'shatdan chiqqan Xorazmiylar edi. Bularning qilichlari hali iniga kirmagan, qiniga kirmagan. Otlarni choptirganda chaqnab, chaqmoq chiqib turadigan bir lashkarlar bu voqeani eshitib hech ikkilanmasdan u tarafga qarab yurishni boshladilar. Sel kabi yopirilib kelayotgan mardonavor Alloh lashkari bo'lgan mujohidlarimiz, er yigitlarning bu harakatini orqasida yana shoshib qoldi u yerdagi salbchilar va hech narsa qarshilik qila olmadi. Juda qisqa muddat ichida fath etildi Quds. Allohning izni bilan ozon seslari yana yangray boshladi. Ha azizlar, buni tasavvur qilib, tarixni o'sha manzarasini u ichiga kirganingizdan keyin his qiladigan bir go'zal bir tarixni voqeasi bo'ldi. Xorazmiylar, Movarannahr er yigit o'g'lonlari tarixga o'zlarini ismlarini oltin harflar bilan yozdi. Nima uchun? Ramazonda oxirgi kunida bu sharafli tarixda bekitilgan, o'chirilgan, ko'pchilik bilmagan, ayniqsa bizning o'lkalarda buni gapirishga ham ko'pchilik qo'rqadigan, hatto shunaqamiki, rostmikin deydigan vaqtda ochyapmiz. Biz Laylatul Qadr kechasini 27-si degan taxminiy kechasida tarqatdik bu xabarni dunyoga. Qancha do'stlardan tabrik salomlar oldik. Biz duo istadik. Ha azizlar, tarixni o'rganmasdan ilgari qadam tashlab bo'lmaydi. Bugun ham dunyo tarang-parang parishon holatda. Bo'layotgan sabablarni hech biriga biz
iymon ahli xunuk nazarman qaramaydi. Sog'lom bir fikr nazarman bo'ynini egmasdan qarab turib Allohga iltijo qiladi. Shunday bo'lib turgan bir vaqtda vatandan ayrilgan Turon, Turkiston, Xorazmiylar avlodlari dunyoda har yeriga borib bo'lgan. Qayerga desangiz hozir o'sha yerda. Shunday bo'lib turgan holatda bu bahana sabab zulmlar, qiyinchiliklarni sanab tugat bo'lmaydi. Oiladagi-yu, qarzlar-u, siqindi-yu, tirikchilik degan narsalar. Shunday bo'lib turgan bir vaqtda bizga yana dalda bo'ladigan Rabbimiz bor, dinimiz bor, ibodatimiz bor, duoyimiz bor. Alloh bergan Ramazonda turibmiz. Kelinglar, duo qilishlar bilan bir qatorda butun vatanimiz-u, dunyo o'lkalarida-yu, Qudusda-yu qayerda bir zulmlar bo'layotgan bo'lsa, qonunbuzarliklar, adolatsizliklar, misli ko'rilmagan holatlar ichida bo'lsa, oilalaru, bola chaqa, aka uka, qarindosh urug', opa singillar, kuyov kelinlaru, do'stlaru, qardoshlaru, ummatu insoniyatni duo qilaylik. Ha azizlar, shu fursatni bermaylik. Ro'za tutmaganlar bir kun bo'lsa ham tutib olinglar, tavba qilib yig'lab. Duo qilmaganlar qilib olinglar. Shaxsiy so'ragan narsalaringlardan tashqari nihoyat so'raydigan oyda turibmiz. To'g'ri, Ramazondan oldin ham keyin ham doim ibodat, iltijoda turamiz. Lekin Ramazonniki boshqaligini bilib olinglar. Shuning uchun azizlar, salom berganlarga alaykum assalom deymiz. Duo qilganlar biz ham duo qilamiz. Duo qilmaganlarga ham do'stlar, dushmanlarimiz bo'lgan, bizga yomonlik qilgan, boshqa xato qilgan musulmonlarimizni ham hammasini kechirib turib, shu yerdan turib biz aytamizki, bu fursatni qochirmanglar. Bugungi oxirgi taraveh kuni, ertaga oxirgi Ramazon kuni. Xudo xohlab nasib qilsa, oy ko'rinib qolishiga juma kuni Ramazon bayrami bo'ladi. Kelayotgan bayramni qaysi kuni bo'lsa ham xayrli bo'lsin, qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin butun ummati Muhammadiyaga, Turon, Turkiston, Xorazmiylar va hammamizga, yaqinlarimiz, do'stlarimizga ham. Endi shunday qilib turib biz yana hayitdan keyingi chiqishlarimiz qanaqa, qay holatda bo'ladi bilmaymiz. Ko'ryapsizlar, sovuq, qor bilan yana kutib olamizmi, Xudo biladi. Yog'ingarchilik ko'rsatib turibdi, Alloh biladi, Allohning olami. Shunday qilib biz bugungi dunyodagi vatandan ayrilgan, yaqinlardan ayrilgan, tirikchilik va non, rizq dardida dunyoda har yerda aytib tushuntirib tugatib bo'lmaydigan aziyatlar ichida xor bo'lib qolgan ummatning Turon, Turkiston, Turk dunyosini bir o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman degan bu illatlariga, qavmlariga shuni aytamizki, Alloh subhanahu va taolo sizlarga rabbiylar bor. Diniylarga, o'zliginglarga qaytinglarda Alloh subhanahu va taolo bu mushkulotlarni ochib nusrat bersin. Hozir xabarlar shunaqa ko'pki, internet boshqalardagi xabarlarni hammasiga ishona olmanglar. Hamma narsa sizlar ko'rganinglardek emas, eshitganinglardek emas va berilayotgandek emas. Sizni ko'nglingizdan o'tgandek, taxmin qilganingizdek emas. Aslida ahvol boshqacha. O'sha yerlarda yurib, turib, nafas olib, ishlab yo boshqa bir sababdan bo'lgan do'st tanishlardan o'rganinglar haqiqatini. Bugun xabarlar asosan ko'pchiligi yolg'on. Shuning uchun Amerikadan turib o'zbek tilida vatan ichidagi Turon, Turkiston, Turk dunyosidagi, dunyoda har yerdagi do'stlarimizni Ramazonda oxirgi kunlar va kelayotgan bayramdan tabriklash bilan birga umidsizlikka tushmanglar azizlar. Ha, biz umidsizlikka tushmaydigan bir millat va bir qavm ummat bo'lsa, u ummati Muhammadiyadir. Rabbimiz bor, dinimiz bor, iymonimiz bor. 2 rakat namoz bilan butun narsani so'raylar. Xayrli bayramlar, Ramazonlar. Fazliddin Yoqub Amerikadan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.